tanışamiz. Buning uchun biz mana dastlab quyidagi savollarga javob beramiz. Birinchisi, kesmada nuqta animatsiyasi. Animatsiya degani o'zi jonlantirish, harakatga keltirish degan ma'noda tushunamiz. Masalan, birorta kesma olaylik. AB kesma oldik. Endi AB kesmada birorta nuqta belgilaymiz. Masalan, nuqta tugmasidan foydalanib birorta nuqtani belgiladik. Mana S nuqta belgilandi. Endi bu yerda S nuqtani biz harakatga keltirishimiz mumkin. Buning uchun S nuqtani belgilab yoki mana bu yerda belgilashimiz ham mumkin, yoki bu yerda belgilashimiz ham mumkin. O'ng tugmani bossak, mana bu ro'yxatda mana animatsiya degan yozuvni ko'ramiz. Shuni bossak, demak, nuqta o'zi harakatga keladi. Mana S nuqta harakatga kelyapti. Bu AB kesmada harakat qiladi. AB kesmadan chiqmagan holda harakat qiladi. Mana bu yerda harakat qilyapti S nuqta. S nuqtani mana bu yerda uni xossalarini ko'rishimiz mumkin. S nuqtani mana nomi, mana demak rangini ham o'zgartirishimiz mumkin S nuqtani. Uni bu qismini bilamiz. Demak, bu yerda uni stili, o'lchamini o'zgartirishimiz mumkin, kattalashtirishimiz mumkin. Mana bu yerda bir tomonga bo'lyapti. Masalan, bu yerda S nuqta A'dan B'ga qarab harakat qilyapti. Buni o'zgartirishimiz ham mumkin. Mana masalan, tebranadigan ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, B'ga borib, qaytib keladi. S nuqta. Yoki bo'lmasam, faqat kamayadigan bir chap tomonga harakat qilsa, mana. Demak, B'dan A'ga qarab harakat qiladi faqat. Yoki bo'lmasam, bir marta chapdan o'ngga, ya'ni A'dan B'ga harakat qilib, to'xtaydigan qilishimiz mumkin. Faqat bir marta A'dan B'ga boradi, to'xtaydi. Demak, shunday qilib biz kesmada nuqtani animatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. Xuddi shuningdek, aylanada nuqta animatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biz ixtiyoriy aylana olamiz. Aylana oldik. Chap tomonni yopib qo'yamiz. Endi aylanada ixtiyoriy bir nuqta olamiz. Aytaylik, mana ixtiyoriy, mana S nuqta oldik. Endi S nuqtani jonlantiramiz. Ya'ni animatsiyasini ko'ramiz. S nuqtani kursorni S nuqtani ustiga olib kelib bosdim. Endi o'ng kursorni bosaman. Mana animatsiya degan yozuvga kelaman. Mana uni bossam, demak, S nuqta harakatga keladi. Mana S nuqta mana aylana bo'ylab harakatlanyapti. Aylanadan chiqmagan holda, demak, shunday harakat qiladi. Bu yerda mana biroz S'ni harakati biroz qaltirab harakat qilyapti. Uni biz tekstlash uchun mana uni xossalariga kiramizda. Mana bu yerda tekstura harakat qilish uchun sonni qadamni kichiklashtiramiz. Masalan, 1000dan 1 bo'lsin. Va tezligini ham sekinlashtiramiz. Bir tezligi bilan emas, 0.4 tezligi bilan harakat qilsin. Masalan, yana nuqta endi nisbatan tekisroq harakat qilyapti. Demak, bu aylanadagi nuqtani animatsiyasi. Keyingi savolga o'tamiz. Kesma uzunligini surgichga bog'lash. Endi mana surgich nima degani? Surgich mana bu. Mana bu qatorda birinchi o'rinda turibdi. Surgich. Uni aktivlashtirdim. Endi birorta joyga olib kelib tugmani bosaman. Mana nom beryapti. Surgichga A degan nom beryapti.
Xo'p, demak bu son qandaydir parametr, u nechadan nechagacha o'zgarsin. Mana bu yerda -5 dan 5 gacha deyapti. Men shuni 0 dan 1 gacha deb yozaman. 0 dan 1 gacha o'zgarsin. Xo'p, qancha qadam bilan o'zgarsin? 0 butun 1000 dan 1, 10 mingdan 1. 10 mingdan 1 qadam bilan o'zgarsin. Hop, surgich, slayder, surgich. Hop, gorizontal. Ko'rinishi gorizontal bo'lsin. Animatsiyasi. Hop, tebranuvchi bo'lsin. Mana bizda surgich hosil bo'ldi. Demak, 0 dan 1 gacha o'zgaradi. Surgichning qiymatlari 0 dan 1 gacha o'zgaryapti. Mana hozir biz kesmani, bu surgich faol ekan, yana hosil bo'ldi. Hozir escape'ni bosib, bundan chiqib ketdik. Endi ikkita nuqta olaylik. Kesma hosil qilish uchun ikkita nuqta olaylik. Mana A, B. Endi hozir surgichni bir kesmani uzunligiga bog'layman. Buning uchun mana bu gamma tetiyadan foydalanaman. Oldin obyektni tanlaymiz. Bu yerda gamma tetiyada B ni tanlaylik-da. A markazga nisbatan gamma tetiyani ko'raylik. Mana bu yerda koeffitsiyenti deb A ni olamiz. Ya'ni mana bu surgichni olamiz. Surgichning qiymatini. Mana natijada mana B shtrix nuqta hosil bo'ldi. Agar surgichning qiymatini o'zgartirsam, unga mos ravishda B shtrix nuqta harakatga keladi. Endi A va B shtrixlarni kesma bilan tutashtiraylik. Mana F degan bir kesma hosil bo'ldi. Ana endi agar A ni o'zgartirsam, B ni B shtrix kesmani uzunligi mos ravishda o'zgaradi. Endi mana bu yerda muhimi, eng yaxshi tomoni, biz A ni jonlantirishimiz mumkin. Mana bu yerda animatsiya deganni tanlaymiz. Mana A ni qiymati o'zgaryapti. Biz A ni qiymatini tebranuvchan deb tanlaganmiz. Shuning uchun mana bu yerda B shtrix A ga kelib, yana B ga boradi. Mana boshqa rang bilan ham ranglar berishimiz mumkin unga. Xo'p, aytaylik. Yashil rang bo'lsin B. Segmentni ham, kesmani ham yashilda belgilaylik. Mana yaqinroq ko'rinishi uchun. Mana biz hozir kesmani jonlantirdik. Bu yerda B ixtiyoriy nuqta edi, mana o'zgartirishimiz mumkin. Mana B nuqtaga kelib qaytyapti. Bu yerda ham masalan bir tomonli turli xil ko'rinishlarni olishimiz mumkin. Uni xossasiga kirib, mana bu yerda tebranuvchi emas, masalan o'suvchi deb olishimiz mumkin. Keyin mana surgichni mana bu yerda ham ishga tushirishimiz mumkin, jonlantirishda. Mana chap tomondagi burchakda mana tugmani bossak, mana harakatga keladi. Demak, mana bu yerda o'suvchi degan so'zni tanlagan edik. Mana faqat o'sib boradi, B ga borib, yana qaytadan boshlanadi. Yoki bo'lmasam kamayuvchi desak, A ga borib, yana B dan boshlab qaytadi. Yoki bir marta o'suvchi desak, B ga kelib to'xtaydi. Mana demak, B shtrix B ga kelib, B nuqtaga kelib to'xtadi. Demak, shunday xossalari bor. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, surgich bizga kerak bo'ladi. Keyingi savollarda uchburchak medianasi animatsiyasi. Demak, ixtiyoriy bir uchburchak olamiz. Yani A, B'si uchburchak oldik. Endi masalan A3dan mediana tushiraylik. Buning uchun A3 qarshisidagi tomonning o'rtasini topamiz. Mana markaz yoki o'rta nuqta degan mana bu tugmadan foydalandim. Uskunadan buni mana A3 qarshisidagi tomonga bosgandim, mana uning o'rtasini chiqarib berdi.
Ama D nuqta demak B, S tomonining o'rtasi ekan. Hop, endi medianani biz jonlantiramiz. Buni mana bu surgichga bog'laymiz. Medianani animatsiyasi. Buning uchun yana mana bu gamma tetiyadan foydalanaman. Mana D obyektini tanlayman. A markazga nisbatan gamma tetiyani hosil qilaman. Mana bu yerda ko'paytuvchi sifatida A ni olaman. Hop. Hozir bizda A 1 ga teng edi, D shtrix hosil bo'lgan nuqta ham shu yerda bo'lib qoldi. Hozir agar A ni qiymatini o'zgartirsam, mana D shtrix nuqtani o'zgarganini ko'ramiz. Endi A va D shtrixni kesma bilan tutashtiraman. Agar A 1 ga yaqinlashsa, 1 ga teng bo'lsa, mana mediana hosil bo'ladi. Orqaga qaytaradigan bo'lsam, 0 ga teng bo'lsa, yana A nuqtaga keladi, D shtrix nuqta. Endi jonlantiramiz. Animatsiyasi. Mana D shtrixni rangini o'zgartiraylik. Kesmani ham rangini o'zgartiramiz. Va mana bu yerda bizda bir marta o'sib, mana bir qiymatni qabul qildi. Hozir shuni xossasiga kiramizda tebranadigan qilib tanlaymiz. Mana bu yerda tebranuvchi degan so'zni tanlaymiz. Ana endi buni yana jonlantiramiz. Ana mediana. Agar 0 dan boshlab ko'radigan bo'lsak, A ni qiymatini, xuddi A nuqtadan mana mediana tushib kelyapti. Bu mayli, bu yerda yana bir marta, mayli shunday qolsin. Xo'p, endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, uchburchak balandligi animatsiyasi. Endi balandligini animatsiyasini ko'ramiz. Xo'p, buni to'xtatamiz. Mana o'rtaroqqa olib kelib to'xtataylik. Mana bularni ko'rinmaydigan qilib qo'yaylik. Mana masalan F D shtrixni ham ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Endi balandlik uchun bu o'rta nuqta, buni ham ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Xo'p, A dan buning uchun qarshidagi tomonga perpendikulyar tushiramiz. Buning uchun mana bu uskunadan foydalanamiz. Nuqtadan to'g'ri chiziqqa perpendikulyar. Perpendikulyar tushirdik. Uni kesishgan nuqtasini topamiz. Mana kesishgan nuqtasiga yana topdik. To'g'ri chiziqni yashirib qo'yaman. Yana xuddi avvalgidek mana bu gamma tetiyani faollashtiraman. Endi Y nuqtani A nuqtaga nisbatan gamma tetiyasini ko'ramiz. Bu yerda koeffitsient A ga teng. Mana G shtrix nuqta hosil bo'ldi. Endi tutashtiramiz uni. Endi mana bu surgichni jonlantiramiz. Yani go'yoki A nuqtadan balandlik tushayotgandek bo'ladi. Bir marta o'sadigan qilib qo'yaylik bu yerda. Bir marta demak o'sib kelib, mana shu yerda to'xtadi. Demak go'yoki balandlik tushirildi. Yana takrorlaymiz. Go'yoki A nuqtadan balandlik tushirilyapti. Y nuqtani ko'rinmaydigan qilib qo'ydim, mana balandlik tushirildi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz.
Endi uchburchak bisektrisasi animatsiyasi. Va bularni mana bu kesmani yashirib qo'yaman. Y' n va h ni yashirib qo'yaman. Endi bisektrisa. Buning uchun mana burchakni bisektrisasini o'tkazaman. Burchak mana bu yerda burchak bisektrisasi degan kaman tugma bor, uskuna bor. Demak, A burchagini bisektrisasini o'tkazaman. O'tkazdim. Endi bu bisektrisa bilan qarshi tomon kesishgan nuqtasini topdim. Mana F. Endi to'g'ri chiziqni yashirib qo'yaman. To'g'ri chiziq yashirildi. Endi xuddi yuqoridagidek gamma teta yordamida F nuqtani A markazga nisbatan gamma teta nuqtasini topaman. Bu yerda ko'paytuvchi sifatida A ni olaman yana. Endi surgichni olaman. Mana bizda F' ham xuddi shu nuqta bilan mos tushdi. Chunki A ni qiymati 1 ga teng edi. Xo'p, birdan kichiklashtirsak, mana F'. Endi bu nuqta bisektrisa bo'ylab harakatlanyapti. Endi A ni jonlantiraman. A harakatga kelyapti, demak mana bu nuqta ham mana F ga keldi. Bu yana bir marta. Masalan, A ni o'zini ko'rinmaydigan qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana go'yoki bisektrisa tushyapti. F ni ham ko'rinmaydigan qilib qo'ysam, mana bisektrisa tushyapti. Mana bisektrisa ekanligini tekshirishimiz mumkin. Mana bu yerda burchakni topsak, burchak uskunasidan foydalanib S A yo demak, men bunday olishim kerak ekan. F A S. Mana bu burchak, endi ikkinchisi B A F'. Mana ikkita burchakni hosil qildik. Bittasi alfa, ikkinchisi beta. Har ikkalasi bir-biriga teng. Tashqari tomonga qo'yay, mana ko'rinadi. Mana bisektrisa burchakni teng 2 ga bo'lyapti. Mana yana qaytadan ko'rishimiz mumkin buni. Masalan, uni qiymatlarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana bu yerda burchak ko'rinmayapti. Xo'p, jonlantirdim. Mana endi burchak hosil bo'lyapti. Mana alfa betalar. Har ikkalasi ham teng. Demak, shunday qilib biz nuqtani animatsiyasini ko'rdik va surgichni animatsiyasini ko'rdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.